Assalomu alaykum haqiqiy YouTube ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. So'g'liq bo'g'az so'g'liqlarimiz zo'rlaridan keldi, xudo xolasa. Puli yengilida. Akamjon qo'ylar narxi sinadi, qo'ylarni ko'rsatdim. O'yladi ko'ringlar akalar. Suyayli e'tibor narsalardan keldi, xudo xolasa. Kim olsa ham baraka topadi. Eti oshi ham dahshat. Eti ham zo'r. Buni yoshlari 3-qoringa, 4-qoringa 6 ta 8 ta bularni tishilar. Hammasini tishi butun, o'zim ko'rib oldim bitta. Aloqaga chiqaverasizlar. Bir dona qo'chqori ham bor. Qo'chqorni ham kelishsak sotiladi. Mana suyayli bo'ladigan variantidan manzil Namangan tuman, Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi qo'ylar. Mana hammasi birin, xudo xolasa. Kim olsa ham baraka topadi. Oldi yaqinlagani ko'p ekan. 5 ta 10 tasi shu bir oyga qolmay tug'adigan qo'ylari bor ekan ichida. Yuraversan shaqov. Mana shu qo'y ham yaqinlab qoldi, mana shu ham. Qonun soldi. Quyida 28 ta. 28 tani hammasini bir joyga olsa, puli ham arzon bo'ladi. Bizda anaqa 4,5, 4 yo'q. 3 million 500 ming so'mdan bo'lsa, Optomiga Toshkentgacha dastavkasi qilib chiqarib beramiz akalar mana. Udorada xolasa. Puli ham arzon, babachaqni narxiga bo'ldi. Keling. Udoradan. Oriq surug'i bir dona ham yo'q. 4 million 200 ming chiqyapti turgan qo'ylar. 3 million 500 ming so'm. Darim. Like bosib, kommentariyaga otangga rahmat. Gazini bosib ko'rsalaring. Xudo xolasa yengil chiqarib beraman akalar. Mana. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Hammasi suyayli. Kalla o'qlari ham katta qo'ylar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat.